Ben bu iskirtni taniysizlar. Bu iskirtni olib borib 10 sutkaga qamashibdi. Men xafa bo'lgan joyim, buni 10 sutkaga qamashganiga xafa bo'ldim. Buni ma'muriy emas, jinoyat ishini qo'zg'ab, bularni ko'tiga butilkani tiqish kerak bu iskirtlarni. İnson valat zinoligini qayerdan bilsangiz bo'ladi desa, qilyapgan pastupkasidan bilsangiz bo'ladi valat zinoligini deyilgan. İnsonni pastupkalarga qarab bilib olasizlar-da kimligini, qanaqaligini. Yana bir ikkita iskirtlar bor haligi. Jalablarning oldiga borib, narkomanlarning oldiga borib, telefoningiz nech pul deydi. Telefonim, "50 ming, menga qarang jallab bu, nima deyapsan?" Yani bolam hayron, kichkina bola. Deb haligi bir o'zidan o'zi obraz o'ynab, haligi bir bolalarni qilib olib chiqqan bir iskirtlar bor. Ularni ham olib borib maksimalni qamashga tok deb urib, telefonim ekrani silib qoldi. Hurmatli vatandoshlar, bunaqa sharafsiz millatini qadriyatlarini yer bilan bita qilayotgan bunaqa iskirtlarni o'zimiz ushlab, nafaqat bularni jinoiy ish qo'zg'ab emas, o'zimiz yo'lga to'g'ri solishimiz kerak. Mahalla kuyidagilar, "Voy, iskirt baxkiga nima qilyapsan? Padaringga la'nat, haromini bolasi" deb turib ushlab ana qilish kerak edi. Bittadan like bosib bunaqa iskirtlarga boykot berib qo'yinglar.